Jup beramiz, xudo xolasa. Jup sotamiz inshaalloh. Jup olgan odam faqat rahmat aytadi. Hop, ko'tarilishini qara paqadi. Ko'tarilishini qara. Bo'ladi, yer yoqadi hozir. Mana shu tomonda turibdi. O'zi ham maza qilib to'yadi. Turibdi bitta yeli. O'ngara. Inshaalloh. O pastdagi paqir 12 litrli paqir. Ana. Ana. Mana do'stlar. 7-sigacha javob beriladi, xudo xolasa. Servantga qo'yib qo'yib, dam olib o'tiradigan sigirlar, hurmatli onachilar. Qirg'izistondan o'tgan Shved sigirni zo'ridan boqaman aka, tavsiya qiling deganlarga. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube chorva ishqibozlari, bozor shamolini kuzatuvchi qadrdonlar. 2025-yil 6-aprel hafta kuniga hurmatli obunachilar, yakshanba. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani. Quvani do'stlar, Layliya mahallasida akam xonadonida 2 bosh sigirni go'zallari bor. Sinovdan o'tib, qaymag'igacha sinovdan o'tib bo'lgan sigirlarimizni e'tiborlarga havola qilamiz. Videodan uzoqlashmaysizlar, yurish-turishigacha, sog'inigacha bomba qilib video qilib qo'yib beramiz. Hamma odamlar mashmorlar 30 million, 32 million qo'ysa, 30 million ham yo'q. 29 million ham yo'q. 28 million ham yo'q. Videoni uzoqlashmanglar do'stlar. Bittadan like-ni bosib, havas qilganlar uyda 10 ta sigir bo'lsa, chiroyli qilib ma'lumotni akam beradi. Aka, charchamayapsizmi? Rahmat. Shahzodalar tayyor qilibdi. Mana ikkita xudo xolasa sinaqda sifatlari. Joning sog'i ko'rlar. Qirg'iz mollar, ular sirg'alari ham bor, ellari ham bor. Suyoqlari sinovdan o'tdi, xudo xolasa. Opikam aka bular. Iziga o'xshaydi. O'ma olgan odam rahmat uka baraka topdim deydi. aka bitta odamga beramiz bular. Xudo xolasa. Ammo jup olgan odam xudo xolasa uzoq mol qilib rahmat aytib sog'inchi yuradi. Bak do'stlar. Baklarni qara janob. Buni bolasi buqacha do'stlar. Buni xonasini qatdan ajratib olamiz, bir xilroq ekan. Siz mana shoqini qoppog'i chiqib ketgani, bolasi xonasincha. Shoqi butuni, bolasi buqa. Videodan uzoqlashmanglar do'stlar, ko'cha yopib chiqib yurish-turishini ko'ramiz. Hurmatli obunachilar, tishi esimizdan chiqib qolmasin, tishlarni ko'rib o'tamiz. Birinchi sigirimiz tishi. 8 kure, mana o'zingizlar beraverasizlar. Gap yo'q. Buni bolasi xonasi. Buniki xonachi. Buni bolasi buqacha. Mol tutamlariga ham e'tibor beringlar. Original, xudo xolasa tutamlari. Mana buni tishi. Gap yo'q. Kinoni zo'ri boshlandi. Bismillahirrohmanirrohim. Har bir ish bismillah bilan boshlansa, xudo xolasa hamisha go'zal bo'ladi. Mana. Mana obunasi. Jup beramiz, xudo xolasa. Jup sotamiz inshaalloh. Jup olgan odam faqat rahmat aytadi. Mana do'stlar. Hasamovich uzoqlashtiring, enalardan uzoqlashtiring. Mana do'stlar, mollar. Toza mollar. Original mollar. Bu kecha bugun kelmagan mollar do'stlar. Boqildi, anchagina ko'rilib bo'ldi. O'shuning uchun bemalol katta gapiryapman. Nimaga? Aka, mana shu chekida turib, sinovdan o'tib bo'ldi mollar. Original mollar. Aka, nechtadan sut beryapti? Kamrog'ini ayting. Sanda 11 litr, 12 litrdan sog'yapti. 10 litrdan olishaversin. Boringiz shu. Hijolat bo'lib qolmayman. Mana do'stlar. 10 litrdan olishaversin. Hali borgandan keyin faqat rahmat aytadi. Bo'zaklari ichi toza. Bolalarni xudo xolasa bittasi mo'ni bolasi, onachim bolali bugun 5 kunlik bo'ldi. Novos bolali bugun 10 kunlik bo'ldi. Mana chehrani ko'ring do'stlar. Bugun bu onachim bolali o'g'izdan ajradi bugun suti. Kech paytdan o'g'iz suti bergan. Mollarda xudo xolasa sirg'alari ham turibdi, shved. Mashalloh. Ellari ham bor, qirg'iz mollar. Nechi pul aka jupi? Yaxshi mol olgan odam xudo xolasa baraka topdim deydi. Men katta ketib bordim, mollar ishonchdan sinovdan o'tgan uchun 29 ham yo'q deb bordim. Yo'lida qilib ayting. Narxini yopishtirib qo'yib beraman, xudo xolasa. Olgan odam bor-ku, mashinalarni bozorga olib chiqib, xudo xolasa ziyon qilmaydigan qilib. Foyda qiladi. Gap yo'q, yetaling asha orqa tomonga yetaling. Maqa yetaling aka. Yurgizing. Mama qochib turing qizim. Chekkaga chiqing qizim. Ana do'stlar. Mana do'stlar. Mollarni jup yetalaganimiz sababi sanja ikkovi rasa bir-biriga mosda. Gap yo'q. Ayting pulini, jupicha gapiring. Jupigami? Ha. 55 million qo'yib beraman, 27,5 million. Gap yo'q. 55 million Kami bor. do'stlar. Vijdon hammani ham insofiga o'ziga baraka beraversin. Xolos o'zingizlar baho berib kommentariyada qolgizib ketaveringlar. 55 million kami bor sanja vodiyga g'ij bichgan bu.
Mashinalarning ichida Qashqadaryogacha dastlabki qilib beraman. Ha yo'q, unadi bormi? Qilib beraman. Jubini olaman desa Qashqadaryogacha qilib beraman. Ha bo'pti, nima deymiz endi do'stlar? Olgan odam aytayaptanu, faqat maza qildim uka. Rahmat, mollaringdan baraka topdim. Bolalarini ham qarab, bolalarim ham o'ynab turibdi. Bo'ylari 1.20 1.25 o'rtasida mollar do'stlar. Katta ko'rishmasin. O'rtacha ro'zg'or bol mollar. Tig'dor deydi-yu. Tig'dori mana. Hurmatli obunachilar, gapni ochig'i birovni qo'lida bo'lsa, eng kam 30 million qo'yadi. 27 million 500 mingdan Kami bor. xayrini o'tib beradi. Bir joyga olsanglar. Aytaylik, novos bo'ladi, ajrataman desangiz, endi novos bolali, bilasizlar, jicha farqi ko'p bas. 1 million raznisasi qiladi, xolos, ko'p bas. Aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa, mollar sog'inini ham ko'ramiz. Bittadan lakni bosib qo'yinglar, do'stlar. Havas qilganlarni uyda 10 ta bo'lsa, mayna mollar. Gap yo'q aka. Hurmatli obunachilar, sigirlar joy-joyiga bayladi. Jonivorlarni sog'inlarni ko'ramiz endi. Ko'sini ham sog'amiz. Birinchi sigirimiz, hurmatli obunachilar. Qancha mu yelini qara. Injali qara. Faqirni qaynatib tashlaydi jonini. Ha. Birinchi, ikkinchilar. Yelinlari qattiq bo'lsa ham qaytib beraveradi. Birinchi, ikkinchilarni, uchinchi, to'rtinchilarni. Qara. Yaxshi. Eng asosiysi mollar yuvosh. Olishni rahmat aytsa xudo xolasa. Gap yo'q. Do'stlar, o'rtada uzib turamiz, sog' bo'lgandan keyin ular ko'rsatamiz. Xo'p, ko'tarilishini qara faqat. Ko'tarilishini qara. Bo'ladi, yerga oqadi hozir. Mana shu tomonda turibdi. O'zi ham maza qilib to'yadi. Turibdi bitta yelin. Tamam. Ko'tarilishini qara faqat. Nishonlarga o'xshaydi janob. Oyog'ini qara, qimillatgan oyog'ini. Mol bo'lsa shunchalik bo'ladi. Bo'ldi, qo'ying, keyingisini olamiz. Sigir bo'lsa shunchalik bo'ladi mana. Mana janob. Bundan ortiq bo'lmasa kerak. O'ngara. Nishonlar yo'q. O pastdagi faqir 12 litrlik faqir. Ana. Ana. Keyingi sigirni ham ko'ramiz. Qani bu sigirimiz qancha sut beradi? Hurmatli obunachilar, ikkinchi sigirni aytyapsiz. Sut oran, qarang. Bolasi bu qochon. Bolasi novos. Sog'inlarni ko'ramiz. Mana shu mol talab bo'lib qopti, do'stlar. Qo'yib qo'yasizlar, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, sog'inlashni boshladi. Shu. Birinchi, ikkinchilari bular. Oldilari. Oldilar. Mana ikkinchi, uchinchi, to'rtinchilar. Ta'minga e'tibor bering, do'stlar. Yaxshi. To'rtinchilar. Do'stlar, o'rtada uzib turamiz, buni ham sog' bo'lgandan keyin ko'rsatamiz, xudo xolasa. Bir-biridan qolishmas ekanda jonivorlar, To'g'rimi? oqayapti yerga, oqmadi. Bo'ladi, to'kilmasin. Yetadimi? Bo'ladi. Sigir bo'lsa shunchalik bo'ladi. Hurmatli obunachilar, olib yayraysizlar. Bunaqa narxlar javob beraman, ancha-muncha qo'ymayman. Ular ham Mana. 7 ta 8 talik sut farq emasmi ular? Mana sutlarini qara. Yaxshi. Hurmatli YouTube chorva ishqibozlari, sigir ishqibozlari, bozor shamolini kuzatuvchi qadrdonlar. Ishqibozdan aloqaga chiqaverasizlar, yo'lida qilib beriladi. Xudo xolasa, Paylarini qara. jup olinglar, maza qilasizlar, xudo xolasa. Haplardan ajrab o'z sutga kirib bo'ldi. Hali ular sutga kirib olsa, mana ishlari qolmadi. Hamma chorvasi yo'lda baraka bersin, do'stlar, o'zingizlar ehtiyot qilinglar. Telefonga ham qaytarilmaydi. Lakni bosib turinglar, mana sigirlarni yetkazib berishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Gap yo'q. Salomat bo'ling. O'zingizlarni ehtiyot qiling.